Oyijon, tabriklayman, o'qishga kiribman. Voy bola, qanday yaxshi bo'ldi. O'qishga kiribman. Shartta, yaxshi bo'ldi. Ha? Voy, Tasavvur qilyapsizmi? Rahmat. Menga qara, bu o'qishga borgan joyida yotoqxonalari bormikan? Men endi poytaxt uzoq bo'lsa, odamlar xavotir oladi-da. Uni qo'yaversangiz-chi, oyijon, asosiysi kirdim-ku o'qishga. Voy, sen uchun juda ham xursand bo'ldim. Endi qanday yaxshi. Hamma do'konlarim oldi, faxrlanib yuraman, bolam o'qishga kirmadi. Juda ham yaxshi bo'libdi. Voy. Lekin oyijon, bitta do'stim kira olmabdi o'qishga. Men o'zing haqida nimadir deyman deb qo'rqib ketibman. Menga qara, do'sting kira olmagan bo'lsa, haligi super kontraktni, yana shunga o'xshagan narsalari bor edi-yu. O'sha to'plagan balo bilan boshqa universitetlarni ko'rsa bo'lmaydimi? Voy, rostini o'ylab ko'rmabmiz. Hozir uni aloqaga chiqib surishtirib ko'raman. Yaxshilab gaplashinglar. Aynan oliy ta'lim tizimiga qabul natijalari bo'yicha tug'ilgan barcha savollarga javob olish uchun aynan mana shu joyga yetib keldik. Yuring. Biz tahlilini o'tkazdik. O'zi milliy sertifikat bilan maksimal ball olib o'qishga kirgan bolalarni o'qishi qanday ketyapti o'zi, u qanday o'qiyapti masalan degan tahlilni o'tkazdik. 60% ga yaqin bola a'lo bahoga o'qiyapti. Bu yilgi 2026-2027 o'quv yili uchun umumiy hisobda qancha talaba o'qish uchun qabul qilindi? Darvoqe, ularning qanchasi grant asosida, qanchasi kontrakt asosida o'qiydi? 677 ming abituriyent ro'yxatdan o'tdi. 664 ming abituriyentlarimiz test sinovlarida ishtirok etdi. 209 ming nafar abituriyent talabalikka tavsiya etildi. 160 ming nafarga yaqin abituriyent kunduzgi ta'lim shakliga talabalikka tavsiya etildi. 25 ming nafar bu kechki ta'lim shakliga, 20 mingi bu masofaviy ta'lim shakliga talabalikka tavsiya etildi. Talabalikka tavsiya etilmagan abituriyentlar, ya'ni 56 dan baland to'plaganu, lekin o'sha kirolmagan va kirish chizig'iga 4 ballgacha yetmagan bo'lgan toifalar uchun oliygohlar o'zlari super kontrakti baravarini belgilab beradi. O'shalar e'lon qilish boshlandi. Undan ham yana bir tavsiya bo'lar ediki, sodda qilib aytganda 6-yo'nalish degan tushuncha bor. Lekin oliy ta'lim tashkilotlarida ajratilgan qabul kvotalarida qolgan vakant o'rinlarga kira olmagan abituriyentlar uchun qayta tanlov imkoniyati yaratib beriladi. Necha foiz talabalar yotoqxonalar bilan ta'minlanadigan bo'ldi? Bordi-yu, yotoqxonaga sig'magan talabalar bo'lsa-chi, bu muammo qanday yechim topadi? Hozirgi kunda 70 ming ga yaqin talabalardan ariza kelib tushgan. Bu arizalar bugundan boshlab qanoatlantira boshladik. O'sha talabalarga yana yo'llanma berib boshladik. Bundan tashqari hamma oliy ta'lim muassasalari tomonidan Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasasi hududiga yaqin hududlardan ijara xonadonlari shakllantirib, 10 mingga yaqin ijara xonadonlari shakllantirib, o'sha ijara xonadonlariga joylashtirish masalalari to'liq tayyorgarlik holatiga shay keltirib qo'yilgan. Hozir yotoqxonalarda necha pul ijara? Yotoqxonalarda 300 mingdan 400 minggacha har bir talaba uchun bir oyga. Agar u kvartiralar bo'ladigan Agar byudjetdan mablag'lari hisobidan o'sha huquqiy jihatdan hujjatlar talabga javob bergandan keyin o'sha Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 1 barovari, viloyatlarda 50% ga to'lab berish belgilangan.